G'azalkent shahrida Sea Breeze Uzbekistan kurort loyihasi bo'yicha jamoatchilik eshittiruvi o'tkazildi. Qayd etib o'tish kerak, tadbir juda qizg'in o'tdi. Mutasaddilar turli yo'nalishlar bo'yicha loyiha taqdimotini qilishdi. E'tirozlar, takliflar tinglandi. Bo'stonliq tumani hokimligi binosida o'tgan yig'ilishda Chorvoq va suv ombori hududidagi Yakkatut va Bola-dala mahallalari vakillari, turli mutasaddi tashkilotlar rahbarlari, xalqaro ekspertlar ham ishtirok etishdi. Qayd etib o'tish kerak, xalqaro ekspertlar Serbiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi davlatlardan kelishgan. Tadbirda avval loyiha taqdimoti bo'lib o'tdi. Sea Breeze Uzbekistan bosh direktori Sardor Hamidov dam olish maskani konsepsiyasi, uning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati va amalga oshirishning asosiy tamoyillari haqida ma'lumot berib o'tdi. Jumladan, xalqaro kurort va sayyohlik markazi 2035-yilgacha Chorvoq suv ombori sohilida 577 gektar maydonda qad rostlashi, hududda 10 mingdan ortiq mahalliy iqlimga chidamli manzarali daraxtlar ekilishi, eng asosiysi istiqbolda 8 mingdan ortiq ish o'rni yaratilishi ta'kidlab o'tildi. Qurilishning birinchi bosqichi taxminan 100 gektarda qoladi. Bu bosqichda turar-joy ko'chmas mulki, mehmonxonalar, kafe va restoranlar ko'zda tutilgan. Bu nafaqat muayyan hududga, balki butun mintaqa obro'siga ham hissa qo'shadi. Loyiha ayni paytda to'liq ekologik ekspertizadan o'tkazilmagani, biroq parallel loyihalash bilan ish boshlab yuborilgani aytib o'tildi. Bo'stonliq tumani hokimi Jo'rabek Ahmedov loyiha qurilishi asosida hududda zamonaviy kanalizatsiya tizimi o'tkazilishi, Chorvoq suv omboridan suvni nasos yordamida tortib olib, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash tizimi ham yo'lga qo'yilishini ta'kidlab o'tdi. O'z suv ta'minot korxonasi xodimlari bu boradagi loyiha taqdimotini ham o'tkazishdi. Jo'rabek Ahmedov Bo'stonliq tumanida 5 milliard dollar investitsiya evaziga barpo etiladi Sea Breeze Uzbekistan kabi yirik turistik markaz bilan bir qatorda umumiy soni 200 dan ortiq 2 milliard dollarlik boshqa turizm obyektlari ham barpo etilayotganini alohida ta'kidladi. Taqdimotlardan so'ng taklif etilgan ekologik aktivistlar, jurnalistlar, blogerlar loyihaga oid o'z savollari bilan mutasaddilarga murojaat qilishdi. Ekoaktivistlarning asosiy e'tirozi Chorvoq suvining ifloslanishi xavfi pirovardida Toshkent shahrining ichimlik suvi zararlanishi mumkinligi, shuningdek, qurilish jarayonida chang-to'zon ko'tarilib, shundoq ham ifloslanayotgan havoni yanada ifloslantirish mumkinligi haqida bo'ldi. Biroq savollarga javob bergan o'z suv ta'minot mutasaddilari markazlashgan kanalizatsiya tarmog'i 3 bosqichli himoyalangan quvurlar bilan o'tkazilishi, Chorvoq suv omboriga biror tomchi iflos oqova suvlar tushmasligini ta'kidlashdi. Toshkent shahri suvsiz qolishi haqidagi hadiklar esa asossiz ekani aytildi. Chunki Chorvoq suv ombori suvining faqat 15% Toshkent shahrini suv bilan ta'minlashga sarflanar ekan. Sea Breeze Uzbekistan va unga yondosh mahallalarni ichimlik suv bilan ta'minlashga suv omborining 0,5% suvi sarflanishi ham aytib o'tildi. Qurilish ishlarida chang-to'zon ko'tarilishining oldini olish uchun tuproqni havoni namlantiruvchi pushkalar bilan olib borilishi ta'kidlandi. Hududda kesilgan daraxtlar, fermerlardan olib qo'yilgan yerlar uchun kompensatsiya to'lash masalasi ham ko'tarildi. Qurilish maydoni o'rnidan olib tashlangan dov-daraxtlar o'rniga ko'p yillik manzarali daraxtlar loyiha bo'yicha tartibli ekilishi, fermerlar bilan esa kompensatsiyalar bo'yicha ularga to'lab beriladigan tovon puliga aniqlik kiritilib, shartnomalar imzolangani va shu yaqin bir haftaning ichida pullar o'tkazilishini aytib o'tdi. Hamma fermerlar bilan shartnoma qilingan, baholash ishlari amalga oshirilgan. Mana keyingi haftada to'liq pul to'lab beriladi. Mana shu yerda ham adashmasam fermerlarimiz o'tiribdi. Hammasidan shartnoma qilingan, baholash hisobotlarini eshitishgan, biladi. Hech qanaqa masala qolmadi. Pul to'lab berish to'g'risida fermerlar. Mahalliy aholi esa hududda kurort zonasi qurilayotganidan xursandligini ta'kidlab o'tdi. Chunki bu bahona infratuzilma yaxshilanadi, Yakkatut va Bola-dala mahallalari to'liq kanalizatsiya tarmog'i va ichimlik suvi bilan ta'minlanadigan bo'lmoqda. Mahalliy aholi suv o'tkazish tarmog'idan sug'orish ishlarida ham foydalana olishadi. Istiqbolda nafaqat sanalgan 2 mahalla, Chorvoq suv ombori bo'yidagi qolgan hududlarning ham aholisi doimiy ish o'rinlariga ega bo'lishayotganidan ular mamnun. Ta'kidlash lozimki, loyiha doirasida mahalliy aholi yaratilayotgan ko'plab ish o'rinlari natijasida uzoqqa bormay, o'z hududlarida doimiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanishadi. Mahalliy aholi shuningdek jamoat transporti, chiqindilarni doimiy tashib ketish bo'yicha muntazam tizim ishlab chiqish kerakligi borasida o'z takliflarini bildirishdi. Aktivistlar va blogerlardan kurort markazida mahalliy aholi yoki shu yerda dam olmayotganlar uchun qanday tekin xizmatlar ko'zda tutilgani haqida ham savollar berildi. Bunga javoban kurort hududida pullik zonalar bilan bir qatorda istovchilar uchun tekin jamoat plyajlari, sohil bo'ylab yotqiziladigan salomatlik yo'lagida saylgoh va xiyobonlarda sayr qilish tekin bo'lishi aytib o'tildi. Tadbirda berishga ulgurilmagan savollar uchun savollar qutisi tashkil qilindi va har bir savolga shaxsan javob berilishi qayd etib o'tildi. Eng muhimi, loyihaning keyingi loyihalashtirilishini
amallashtirish jarayonida va yakuniy ekspertizada bildirilgan har bir taklif va e'tirozlarga e'tibor qaratilishi qayd etib o'tildi. Vaqt.uz'ning YouTube sahifasiga obuna bo'ling.